Avvalambor assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlarga taqdim etayotgan mavzuimiz videoyu mahorat haqida tushuncha. Avvalambor videoyu mahorat tushunchasiga to'xtalib o'tsak. Biz videoyu mahorat deganda bu o'qituvchining professional faoliyatida bilim, ko'nikma, malakalarga egallashi, ularni amaliy hayotda qo'llay olish qobiliyatini nazarda tutamiz. Shu bilan birgalikda dars jarayonlarida biz videoyu mahoratini uning nutq texnikasida, bundan tashqari PDF texnikasida, PDF qobiliyatida o'quvchilarni dars jarayonlariga samarali tarzda faollashtira olishida deb bilamiz. PDF mahoratni tashkil etishda bevosita biz bilim, ko'nikma hamda malakalarga murojaat etamiz. Bilim deganda fan bo'yicha chuqur nazariy bilimlar hamda PDF psixologik asoslarni tushunamiz. Ya'ni biz atrof muhitdan qabul qilayotgan ma'lumotlarimiz bu bilim hisoblanadi. Biz bilimni amalda qo'llay olsak, ya'ni atrof muhitdan qabul qilayotgan ma'lumotlarimizni amalda qo'llay olishimiz, ya'ni bu dars jarayonlarida samarali tashkil etishimiz bu ko'nikma hisoblanadi. Agar biz ko'nikmani turli vaziyatlarda qo'llay olsak esa bu malakaga aylanadi. Ya'ni ko'nikmani avtomatlashtirsak bu malaka hosil qilamiz deyishimiz mumkin. O'qituvchining pedagog mahorati tushunchasiga yana ta'rif beradigan bo'lsak, bu ya'ni pedagog mahoratining mazmuni quyidagi asosiy komponentlarda mujassam bo'ladi. Professional bilim ko'nikmalar, pedagog texnika va metodlar, shaxsiy fazilatlar va xususiyatlar, ijodiy qobiliyatlar hamda kommunikativ malakalar hisoblanadi. Pedagog mahorat tushunchasiga turli olimlarimiz ta'rif berishgan, shundan bittaginasiga to'xtalib o'taman. Bu Aziz Xo'jayevaning ta'rifi. Pedagog mahorat pedagog jarayonni bilish, uni tashkil eta olish, harakatga keltira olish, pedagog jarayonining yuqori samaradorligini belgilovchi shaxsning ish sifati va xususiyatlari sintezi degan ta'rifni berib o'tganlar. Bu juda ham maqbul ta'rif deb hisoblayman. Pedagog mahorati tarixiy rivojlanishga qaraydigan bo'lsak, pedagogika fani rivojlanibdiki, uni tarixiy ildizlari, ya'ni mahoratli o'qituvchilarimiz yoki pedagoglarimiz mavjud bo'lgan, ularni turli xil ish uslublari haqida turlicha yondashuvlarni biz ko'rishimiz mumkin. Metodik faoliyatlar o'qituvchining professional o'rganishini ta'minlaydi va dars ishlanmalarini tayyorlashda, yangi metodlarni o'rganishda, tajriba almashishda albatta bu o'qituvchining mahoratini belgilab beruvchi tushunchalar hisoblanar ekan. O'qituvchi faoliyatini asosiy yo'nalishlarini ko'rar ekanmiz. Biz bu jarayonda bevosita 3 ta yo'nalishni belgilab olganmiz. Ya'ni darslarni tashkil etishda ham biz mana shu yo'nalishlarni maqsad sifatida belgilab olganmiz. Ya'ni ta'limiy maqsad, tarbiyaviy maqsad hamda rivojlantiruvchi maqsadlar hisoblanadi. Ta'limiy yo'nalishga quyida ta'rif berilgan, ya'ni fan bo'yicha bilimlarni egallash, ko'nikmalar va malakalar shakllantirish. Tarbiyaviy yo'nalishlarimiz esa har bitta o'quvchini tarbiyaviy xarakterga ega bo'lishda muhim ahamiyatga ega, ya'niki bu dars jarayonlarimizda qadriyatlarga mos tarzda yondashishimiz, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishimiz, har bitta o'quvchiga o'z oldiga maqsad qo'yib, mana shu maqsadga erishtirish uchun pedagog sifatida yondashuv talab etiladi. Rivojlantiruvchi yo'nalishimiz esa yondashuvimizda har bir o'quvchida yashirin salohiyat mavjud, faqat bu salohiyatni ko'ra olmaydigan o'qituvchilarimiz mavjud. Biz o'qituvchi sifatida, pedagog sifatida mana shu yashiringan, demak, qobiliyatlarni, ijodkorliklarini biz ko'ra olishimiz va ularni yuzaga chiqara olishimiz kerakligi ta'kidlanadi. Pedagog mahoratning asosiy komponentlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bilim komponentlarimiz fan bo'yicha chuqur bilimlar, pedagogika va psixologiya asoslari, metodika va texnologiyalar tushuniladi. Ko'nikma komponentimiz, demak, o'qitish usullari, muloqot qobiliyatlari, tashkiliy mahorat hisoblanadi. Bundan tashqari biz pedagog mahoratni tarkibiy qismlarini o'rganayotganmiz. Demak, albatta pedagog texnikaga murojaat etamiz,
pedagogik texnika deganda biz dars jarayonlarida qo'llanadigan mimikamiz, pantomimikamiz, tana harakati, demak yuzimiz, ko'zimiz, har bitta harakatimiz orqali bolaga ta'sir ko'rsatishimiz, nutqimiz orqali, og'iz harakatlarimiz orqali ta'sir ko'rsatishimiz hisoblanadi. Muloqot esa demak o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasidagi aloqani bevosita bog'lovchi jarayon hisoblanadi. Bundan tashqari biz aytamiz qobiliyatni darajalari, ya'ni iqtidor, iste'dod, talant tushunchalari yoki qobiliyatning yuqori darajasi, dohiylik deydigan bo'lsak, har bitta o'qituvchida mana shularni shakllantirishimiz ham zarur bo'ladi. Umuman olganda biz bugungi kunda zamonaviy pedagog image degan tushunchani kiritar ekanmiz. Bu yerda biz o'qituvchining demak ijodkorligini, qobiliyati, nutq texnikasi, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasi deymiz. Darsda samaradorlikka erishish uchun xizmat qiladigan barcha vositalardan o'rinli foydalana olish ko'nikmasini demak tushunar ekanmiz. Darsimiz shundan iborat. Keyingi darslarimizda demak yana kengroq tarzda bayon etamiz. Rahmat. Eng kerak